Hammaga salom, sizlar bilan Xoliqjon Vayniz. Hozirman Swiss mashinalarini ofitsialniy diler, ya'ni Swiss sergilida turibman. Bu yerdagi crossoverlarni men sizlarga hozir qisqacha obzor qilib beraman. Ha, aytgancha, birinchi sizlarga yangilikni aytmasam bo'lmaydi. Istalgan turdagi mashinalaringizni boshlang'ich 25% ni to'laysiz. Hamda sizlar uchun Swiss sergili avtosaloni xalq uchun 72 milliongacha chegirmalar ham qilgan. Hozir sizlarga crossoverlarni ko'rsatib boraman. Kelinglar. Hozir bizga yangi modelimiz kelgan. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Uni mordasini o'zi bir boshqacha dunyoda, buni qaranglar. Swiss S06. Bu crossoverimiz chiroyli. Polnosti ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ichlariga qaranglar. Panorama tom, polnosti koja hamma joyiga. Bu mazza qilib haydashlaringiz uchun qulaygina qilib chiqarilgan. Kelinglar. Swiss S09. Bu mashinchadan men o'zim ham xarid qilganman, dadajonimlarga sovg'a qilganman. Mazza qilib buni yurtdilar. Bu mashinamiz 7 kishilik crossover bo'lib, 7 kishi bemalol erta oilaviy mazza qilib dam olaman desalar ham bemalol ketaverasizlar. Men salon qismini ko'rsataman sizlarga. Bilasizlarmi, menga eng yoqadigan tarafi ana xrustchallar, richaglar menga juda ham yoqadi. Itakchi katta panorama tom, akustikalari soniy qo'yilgan. Polnosti bu mashinchani bor-ku, ana ko'tlaringizni tagida sovutish deysizlarmi? Polnosti hamma joylarda konditsionerlari bor. Bu full variantini ham ko'rsataman. Bu variant faqat chisti benzin variant, gibrid varianti ham bor. Swiss S09 ni gibrid varianti, ya'ni ham to'kda, ham benzinda yuradi. Agar siz proshivka qilib polnosti taxlattirsangiz mashinani, kitobida yozilgan 5.7 litr adashmasam benzin yeydi. Bu shu gavdasiga bir e'tibor beramiz. Itakchi bizada erta misol uchun ko'pchilik mashinalarda faqat oldinda konditsioner bor, to'g'rimi? Ertaga oilangiz bilan mazza qilib tog'larga issiqda chiqadigan bo'lsalaringiz, mana bu yerlarda ham polnosti konditsionerlari bor. Orqadan mana bu yerdan chiroyli qilib taxlaydilar. Eng asosiysi menga yoqadigan tarafi, bunda polnosti full pozitsiyasi bu Swiss S09 gibridda. Misol uchun yo'llarda hech qachon qolmaysizlar bu mashina. Men sizlarga garantiya beraman. Любой yo'lni tanlamas mashina deb bemalol Swiss S09 ni men sizlarga aytishlarim mumkin. Sababi o'zim yo'lda yurib, o'zim polnosti degustatsiya qilib, keyin xalqqa tavsiya qilaman. Sababi nima deydi? Bu mashin qimmat turadi. Gapni ochig'i, kimdirlar mehnat qilib oladi, mashaqqat qilib oladi, pul yig'ib oladi. Ya'ni olganga yarasha yaxshi mashin olishni xohlayman. Men ham xalqimizda yaxshi mashin olib, yaxshi mashin haydashini xohlayman. O'sha uchun ham bemalol masalaga Swiss mashinalarini tavsiya qilaman. Sababi o'zim haydaganman, yo'l rastaga o'zim yurganman va sizlarga o'zim minib mazza qilib yurgan mashinani tavsiya qilaman. Arkasini ko'rsatamiz. Kelinglar. Chekki. Arqa bagaj qismiga keladigan bo'lsak, polnosti bizada bagaj qismi ham juda ham katta. Men sizlarga hozir 7 kishilik dedim-ku. Bemalol agar 7 kishi ketmaydigan bo'lsalaringiz, mana shunday qilasizlar. 7 kishi ketadigan bo'lsalar, bemalol mana chiroyli qilib qolib qo'ysalaringiz bo'ladi. Xullas, bu mashinalar, bu crossoverlar oilaviy, bemalol xarid qilsangiz hech qachon adashmaysiz. Swiss sergili ofitsialniy dilerimiz o'sha avtosalonimizga kelsalarsiz, xudo xohlasa, hamma ma'lumotlar to'liq beriladi. Yaxshi kunlaringizga meninglar, kim otasiga sovg'a qilmoqchi bo'lsa, iloyim yetkazsin shu kunlarga. Nima niyat qilgan bo'lsalaringiz, hamma niyatlaringizga mana shu mashincha bilan erishinglar. Rostdan ham crossoverlarimiz O'zbekistonda juda ham zo'r. Bularni aytgancha qaranglar. Bizga xohlagan turdagi ranglarni zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana Swiss S07 mizni oq varianti. Xohlasangiz, mana Swiss S07 mizni qora varianti. Xohlagan variantingizdan biza keltirib beramiz. Sizni istagingizga bog'liq. Kelinglar. Bizda polnosti tashqarida. Xohlasangiz mana bunaqa variantchasi bor. Mazza qilib O'zbekistonga bitta bo'lasiz. Aytgancha, bizda eng asosiysi iloyim mashina. Endi bu temir. Iloyim mashinchalaringiz buzilmasin, lekin qanaqadir nimadir kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, biza xalqni o'ylagan holda Swiss sergilini shunday yonida Swissni ofitsialniy servis sentri ham shunday yonida bemalol kelib mashinalaringizni, hadoylarini, balonlarini, yog'larini faqat almashtirasizlar. Sababi bu mashinalar haydashlaringizga bog'liq.
buzilmaydi. Sababi shuncha haydab yurdim, biron marta buzilgani yo'q. Faqatgina yo'llarda ballonlarim teshilganini hisobga olmasak. Agarda siz Suyit Sergelida mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga bonusiga nimalar qo'shib berilibdi? Parok, itakchi mana bu yerda setka qismini taxlab beriladi. Arqa o'yinlarimiz tonirovka qilib beradi. Agar viloyatdan bo'lsangiz, polniy bak benzin qilib berib, misol uchun bir kun Toshkentga qolaman, shu viloyatdan keldim, charchadim desangiz, gastitsangizgacha Suyit Sergeli qilib beradi. Xullas, hamma sharoitni xalqimizga Suyit Sergeli qilib beradi. Hammaga omad. Suyit Sergeli ofitsialniy o'zini bunaqa avtosaloniga hammalaringizni kutib qolamiz. Sizlar bilan Qo'rg'ishon Vaynes.